innaka lan tahdi man ahbabta valakinnalloha yahdi man yasha. Ey Muhammad Habibim, sen xohlagan odamingga hidoyat, iymon bera olmaysan. Alloh xohlagan bandasiga hidoyat beradi. Demak, iymon, hidoyat payg'ambarning ham qo'lida emas ekan. Iymon Allohning qo'lida ekan. Hidoyat Allohdan ekan. Bu ulamolar, bu otalar bolalarning ustida, qavmi qarindoshning ustida, korxonalarning kattalari qo'l ostidagilarga men bo'lmasam nima bo'lishar eding? Men senlarga haqni tanitib qo'ydim. Men senlardan zalolat botqoqda yurganingda men senlarga to'g'ri yo'lni tanitib qo'ydim. Xalqqa men to'g'ri yo'lni tanitib kelyapman deyishlik shirk bo'lib qoladi, bilib olinglar. Shirk bo'lib qoladi. Sabab bular hammasi. Hidoyat Allohning qo'lida ekan. Iymonni Alloh taolo nasib qilgan bandasiga berar ekan. Agar payg'ambarning qo'lidan kelganda, payg'ambar alayhisolatu vassalom ana sayyidul bashar dedilar. Butun bashariyat olamini sayyidi menman, la faxra dedilar. Lekin faxrlanmayman dedilar. 124 ming payg'ambarning ichida 5 ta ulul azm, buyuk payg'ambarlarda Alloh taolo tanlab oldi. 5 ta buyuk payg'ambarning bittasi Muhammad alayhisalom bo'ladi. Qiyomat kunida har payg'ambarlariki orqasida ummatlari bilan keladi, eng ko'p ummati bilan keladigan menman dedilar. Faxri yo'q dedilar. Jannatning eshigini birinchi ochadigan menman, birinchi kiradigan menman, faxri yo'q dedilar. Faxrlanmadilar. Mana shu zot bitta amakilarini, o'zini uyida billa katta bo'lgan, billa yashagan amakilarini iymonga kirgiza olmadilar. Iymon degan narsa, hidoyat degan narsa Allohning qo'lida ekan. Allohning qo'lida ekan. Payg'ambar bitta odamni hidoyatga boshlanmasa, valilar, qorilar, olimlar, shayxlar, bu kitob yozgan zotlar qo'lidan nima keladi? Ixlosga yarasha, e'tiqodga yarasha xizmat bo'lar hammasi. Hidoyat Xudoning qo'lida ekan. Hidoyat Xudoning qo'lida ekan. At-tawfiq shay'un azimun dedilar payg'ambar alayhisalom. Tavfiq, iymon bu buyuk narsa dedilar. La yu'ta bihi, uni hammaga berilavermaydi dedilar. U hammaga berilavermaydi u. Illa bi abdin azizin, magar bandalarning ichida aziz bandalarini Xudo tanlab turib beradi buni dedilar. Iymon degan narsani Alloh hammaga ham berib qo'ya olmaydi. Bandalarning ichida azizlarini tanlab olib turib beradi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayotlarida juda ko'p ish qilganlar. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, men qancha islomga xizmat qilsam, Abu Bakr ham shuncha qildi dedilar. Bu juda katta ish bo'ldi. Bu juda katta martaba bo'ldi. G'ori Savrda hijratda ikkalovlari hijratga chiqqanlar. Makkadan 2 kishi chiqib ketgan. G'ori Savrga yetib borganlarida orqasidan izquvarlar, mushriklar yetishib keldi. Xudo qudratini ko'rsatgan, hamma ko'rgan, risola kinosini ham ko'rgan, tarixda ham o'qigan. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oyoq tovushlarini eshitib tashqaridan titrab yig'ladilar. Qo'rqib yig'layapsizmi Abu Bakr dedilar. Men o'zimdan qo'rqmayapman dedilar. Sizdan qo'rqyapman dedilar. Yer bilan osmonning o'rtasidagi aloqani uzilib qolishligidan qo'rqyapman dedilar. Alloh taolo risolatni tushirib turibdi sizga. Siz sababingiz bilan osmon bilan, ya'ni Alloh bilan bandalar o'rtasida aloqa bo'lib turibdi hozir. Mana shu aloqani uzilib qolishligidan, iymonni komil yer yuziga yetib tushmay qolishligidan qo'rqib yig'layapman dedilar. Alloh taolo bu zotga shu fahmni berdi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, la tahzan innalloha ma'ana dedi. Qo'rqma, Alloh biz bilan dedi. O'rgamchik parda, eng lafif
o'rgamchiyni uyasida qangi jonsiz narsa yo'q. Ana shu narsa bilan narigilarni ko'zini to'sib qo'ydi Xudo. Kelib, o'rgamchi uyoq to'qib yotibdi, buni ichiga birov kirsa uzilib ketgan bo'lardi, buni ichida odam yo'q deyishdi. Monday qilib qaramadi-yu, tepadan turib qaytib ketishdi. Alloh taolo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni payg'ambar alayhissalom bilan do'stligini faqala li sohibihi deb Qur'onda zikr qildi. Qiyomatga doğru u zotni payg'ambarning do'sti deb zikr qildi. Aytdi u do'stiga la tahzan innalloha ma'ana. Iymonni komil tushmay qolishligidan qo'rqmagin. Alloh biz bilan dedi do'stiga deb. Mana shu zot Qur'on o'qib o'tirardilar ekan. Ko'cha tarafdan darchalari bor ekan, kichkina hujralari. Ko'cha tarafdan ham darcha qilib qo'ygan ekanlar. Qur'on o'qib o'tirar ekanlar, nozil bo'lgan Qur'onda. Mushriklarda bollari o'tib ketayotib, Qur'onni eshitib qolib to'xtab qolishar ekan. Ota mushrik bollarda Qur'onga bo'lgan muhabbat tortib to'xtatib qo'yar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom da'vat bilan tushuntirib, iymonga taslim qilib, bir to'p bugun moncha to'p qo'shildi desa, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning Qur'onlariga moncha odam to'planib baravar kelib qolaverar ekan. O'z navbatida Hazrati Bilal radhiyallohu anhu muazzinur Rasul sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar alayhissalomning muazzinlari Bilal, qora Habash, qul iymonga keldi bu kishi. Iymonini bekitib yurdi. Hojasidan. Bilib qoldi, ma'lum bo'lib qoldi Umayya. Qayt dedi, qaytmadi. Qumga olib chiqib optoqda o'tkazib qo'ydi. Qaytmadi. Arabistonda issig'i 89-yil men birinchi hajga borganimda 1-iyul kuni Arafat bo'lgan. 58 issiq bo'lgan. 58 issiq bo'lgan. Kun chiqishligida 40 bo'lib chiqar ekan ertaman bomdodda. 58 issiq. U soya deysi u. Endi shu holatda qumni shunday yorib turib, tuxumni qumga mana shu bir qarich ko'mib turib 5 daqiqadan keyin olsangiz, bir-biriga urishtirib yorasiz, pishirib qo'yadi. Toshda shunday tozalab turib, so'yilgan go'shtni yopib qo'ysangiz, qovun qoqiq qilib qatirib qo'yadi. Tarasha qilib. Mana shu issiqda qumga yotkizib qo'ydi, yalang'och qilib. Xarsang toshni ko'hragiga qo'yib qo'ydi. Qayt dedi. Ahad urdilar bu zot. Allohu ahad deb turaverdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga bu xabar yetgandan keyin bizi bitta iymonlik birodarimiz shunchalik qiynalyaptimi dedi. Umayyaga odam yuborib, shu bechora, miskin, kambag'al, faqir, qul shunchalar ozor berasanmi dedi. Yuraging achishyaptimi dedi. Ozod qil ol dedi. Ozod qilaman, qancha berayin dedi, 100 tuya dedi. Ol 100 tuyani dedi. Berdi 100 tuya. Umayya 100 tuyani pulini olib turib, "Ey Abu Bakr" dedi. "Katta zarar qilding" dedi. 100 tuya desam, 100 tuya berib o'tiribsan-a dedi. Men buni 2 tuyaga sotib olgan edim dedi. Bezuvdim bundan. 2 tuya haqimni bersang berib yuborar edim. Senga shu o'chakishib turib 100 tuya desam 100 tuya berib o'tiribsan, katta foyda qildim. Katta zarar qilding dedi. Ana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning javoblarini qarang. Ey Umayya dedi. Katta zarar qilding dedi. Sen 2 tuyaga olganingda bu qanaqa holatda edi? Iymon yo'q edi bunda. Endi Alloh bunga shunday iymonda ato qildiki, 100 tuya so'yib o'tiribsan. 1000 ta tuya so'raganingda berardim dedi. Buni qadri ilgari holati bilan buni hozirgi qadrini sen bilmaysan, uni men bilaman. Men bilaman uni dedi.
Umayya arab, makkalik. Abu Bakr arab, makkalik. Anavi qora Habashistonlik qora qul. Bu ikkalovlari zodagon, katta odamlar bular, boylar ular. Bu ikkovini ajratayotgan narsa nima? Iymon. Ona qora Habash bilan mana zodagon Abu Bakrni birlashtirayotgan narsa nima? Iymon. Iymonsizlik qilib Umayya dunyoni ko'rdi. Iymonni badalida u dunyoni ko'rib foyda qildim deyapti. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu 100 ta tuyani berib yorib turib, oz olding. Buni narxi 1000 yillik edi. Uni qalbidagi iymon seni ilgari 2 tuyaga olgan vaqting bilan farqi bor. Abu Jahl degan hammaga ma'lum payg'ambar alayhisolatu vassalomga nihoyat darajada dushmanlik qilgan. Shu dushmanligi bilan Badr g'azotida kallasi olingan, o'lgan. Shuni o'g'li bo'lgan Ikrima degan. Payg'ambar alayhisalom 40 yoshlaridan 51 yoshlariga doğru Makkada 11 yil hijrat qildilar. Madina-i Munavvaraga ketdilar. Madina-i Munavvarada 6-yilda shu Abu Bakr bilan chiqib ketgan odam 6 yildan keyin Makkaga 10,000 sahoba bilan kirib keldilar. Fath Makka urushsiz bo'ldi. Topshirishdi. 6 yilda Xudo shunchalik nusrat berdi. Fath Makka bo'lganda payg'ambar alayhisalom aytdilar, kim masjidga kirib olsa hur ozod dedilar, tegilmaydi dedi. Kim uyiga kirib olsa, eshigini bekitib olsa ozod dedilar. Ammo ko'chada turganlar uriladi dedi. E'lon qildilar. Masjidga kirib olishni ham xohlamadi, uyiga kirib olishni ham xohlamadi, chiqib ketdi Ikrima. Makkadan chiqib ketdi. Ko'rishni xohlamadi. Ahli iymonni zafarini, quvonchini ko'rishni xohlamadi, chiqib ketdi. Chiqib ketib, mana endi bilsak Jidda ekan 100 chaqirim, 100 kilometr. Ot bilan Jiddaga borib, Jiddani dengizini sohiliga borib, bitta qayiq topayinda endi men bu yurtni tark qilib chiqib ketagin. Daryoni, dengizni nari tarafiga o'tib shu yoqqa o'tib ko'rmayin shu musulmonlarni. Shu niyatda bu sohilga, daryoni, dengizni qirg'og'iga yetib bordi. Yetib borganida shu kunlarda shu qayiqchi iymonning lazzatini topib, iymonga kelib, qandayam endi mana bu dengizni ko'rib, u dengizni ichida hayotni ko'rib, tashqaridagi sahroni ko'rib, bu tog'larni ko'rib, bu oy quyoshni ko'rib, bularning egasini bilmay yurgan edim men. O'zidan bo'lib qolmagan-ku bu. Yer yuzi jamlanib turib, quyoshning yoniga yana bitta quyoshni olib chiqib qo'ya olmaydim. Yer yuzi jamlanib turib, quyoshni to'sib qo'ya olmaydim. Buni bir buyuk sohibi bor. Mana bu dengizda ichidagi hayot, bu suvda o'z qayerdan keldi bu suv? Qayerdan yaraldi bu? Buni egasini bilmay yurgan edim. O'sha bitta zot borki, u uxlamaydi, u ovqat yemaydi, u charchamaydi, mudiramaydi, xotin olmaydi, bola chaqa qilib dunyo bilan mashg'ul bo'lmaydigan, kechasi yu kunduzi hayyun la yamut, hayot o'lmaydigan zot deb mana shu bilan shu butun fikri yu zikri shunday bo'lib tursa Ikrima keladi.